Xo'p, bugungi videomizni bu sozlamalar va foydalanuvchilar bilan ishlash. Sozlamalarda faqat kurs bor, kurs qo'yib qo'yiladi. Chunki bu platformamizda unaqa katta kompaniyalar uchun yechim emas. Bu o'sha sodda oldi-sotdi bo'yicha do'konlarga qilingan qulaylik hisoblanadi. O'sha kichik bizneslarga, o'rta bizneslarga qaysidir momentgacha, ya'ni qaysidir jarayongacha to'g'ri kelsa, ya'ni to'g'ri keladi. Keyin уже qo'shimcha bo'lishi kerak yana. Xo'p, foydalanuvchilarga o'tamiz. Foydalanuvchi bo'limi nimaga kerak? Foydalanuvchi bo'limida biza o'zimizga sotuvchilarni qo'shsak bo'ladi. Mana qancha xohlasak shuncha sotuvchi qo'shsak bo'ladi. Misol uchun, biza tahrirlashda login, parol, ya'ni misol uchun yangi foydalanuvchi qo'shsak, login yozamiz, parol beramiz va uni sotuvchi deb belgilab qo'yamiz yoki egasi. Egasi bo'lsa, login parol bersak, biza biznes sherigimiz bo'lsa, u ham hamma ma'lumotlarni ko'rib turish kerak bo'lsa, unda egasini belgilab qo'yiladi. Faqat sotuvchi bo'lsa, unda sotuvchiga login beramiz, parol beramiz. Bo'ldi, tizimga kiradi. Xo'p, tizimga kirganda hozir mana men chiqib, sotuvchi sifatida tizimga kiraman. Sotuvimda adashmasam shunaqa edi-yu. Tak. Hozir eslolmayapman, agar to'g'ri bo'lsa. Yo'q. Hozir boshidan yasay qolamiz. Xo'p. Tak, foydalanuvchilar kiramiz. Yangi foydalanuvchi qo'shish. Misol uchun sale 1 deyman. Sale 1. Sale 1 2 3 misol uchun. 1 2 3 3 2 1 ko'proq uzunroq bo'lishi kerak parol. Xo'p, bu yerda kiramiz endi tizimga. Sale 1, misol uchun sale 1 2 3 3 2 1 dedim. Sale. Xo'p. Mana sotuvchi kirganda ko'rishingiz mumkin, faqat sotuv bo'limi ochuv bo'ldi. Faqat omborni tanlaydi, mahsulot tanlaydi, qo'shib jami qilib faqat sotuv rasmiylashtiradi. Endi holat bo'lishi mumkin, qanaqadir menejerlar yoki sklad bo'yicha ishlaydigan odamlar yoki sotuvchiga ko'proq vakolatlar, imkoniyatlar berish kerak bo'lishi mumkindir. U narsalarni hammasini yasab beramiz, muammo yo'q. Men o'zim dasturchiman. Har bitta funksional bo'yicha imkoniyatlarni qo'shib berish muammo emas. Bu o'zim yasagan proyekt hisoblanadi.